Bugün sizlerge şunda alaydı boğan yanak oralımızı etişini gösterip ötey, emsi birlikte eteyli. Bu yanak oralımızga ketadigan material bolsa 250 gram un, 50 gram seriq may, 100 gram süt, 3 gram podafin, 50 gram şeker, bir tane tuxum, 80 gram yanak bilen 60 gram çılanını talqan aletga eklib oldik. Üstiga chachadigan azroq oq kunjut ketadi. Oldi bilan şekerimizni, sütimizni, tuxumimizni işte bir qaçımızga silip eritib olamiz. Bunun maqsadi shu şekerimizni eritib olamiz. Endi mana 250 gram unimizning ustiga 50 gram seriq mayimizni silib aralashtirib olamiz. İşte aralashtirib bo'lgandan keyin podafinimizni ustiga silib olamiz. Buni yaxshi bir aralashtirib olamiz. Mana endi buning o'ttirini echib, abayq aralashtirib olgan aralashmamizni quyib olamiz ustiga. Mana aralashmamizni quyib yug'irib olamiz buni. Buna teng bir boş ximir bo'ladi. Mana bu ximirimizni yug'irib oldik. Bu tengi yumshoq bir ximir bo'ladi. Qo'lliga choplashib turadigan. Endi buni 5 minut tindirish qo'yib qo'yamiz. Mana ximirimizni tinib oldi. Endi ostiga ozroq qovun chechib, ximirimizni yeyib olamiz. Buni uzunchoq yoyamiz. Buni bek nipiz ichib etmaymiz. Ancha bek nipiz bo'lmaydi. Bek nipiz qilib etsak, o'rg'an vaqtida yong'oqlari bek chiroyli ko'rinmay, ximiya bilan birlashib ketib qoladi. Mana shunda uzunchoq yeyib olgandan keyin ustiga pinquda ozroq suv berib qilamiz buni. Suvni berib etgandan keyin qiyimizni mana shunda qo'yib olamiz. Qilin bir qavat. Bu tengi yeyishlik, tengi quvvatli pranik. Mana endi bir boshdan o'rib olamiz buni. Çın yögümüzsek, mana işçi lopuldap qilib, yaxshi chiqmaydi ucuma pranikimiz. Mana işte o'rib kendi tarafni cho'qim mana bilan mana yemlashtirib olamiz buni. Endi mana cho'ng kichiklikni o'xshash tanshab kesib olamiz. Kesib olgandan keyin endi buni lisimizga chiroyli tizib olamiz. Mana işte lisimizga tizib olgandan keyin buni bir tal tuxumning seriqini ayirib, mana cho'tka bilan yaxshi berib olamiz. Endi kunjutni berib olamiz. Mana işte kunjutni berib olgandan keyin osti o'tini 210, usti o'tini 200 qilib 15 minut pishirib olsak bo'ladi. Mana pranikimiz 23 minutda mishalatga pishibdi. Qaranglar, nim deganda o'xshagan pranik. Agar buni o'rganganlar bo'lsa, o'ttil shajar kelinglar, men sizlarni shajarda